Əməliyyatda malatan yigimiz kelgəndə çoxum sırtlarga chiqib 50 necha yönde yeyishimizning hojati yo'q. Şunu bugün sizlarga oilalar malatanni sirtlarnikidan o'qishib qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz cho'qim o'rganaysiz, ham o'rganish boshlaydi ketadi. Malatanga cho'qim mandaq material ishlatishsiz deydigan gap yo'q. O'zimizning yoqtirish bo'yicha materiallarni to'g'rab tayyor qilib bo'lgandan keyin, to'nlaq mahsulotlarni tayyor qilib olamiz. Ondan men ma'nodek sap sutdan bir qash tayyor qilib olib, qozonga nihoyat az miqdorda may qo'yib, may qiziganda zanjivil, so'mpiyoz, samsoqlarni selib, birdan qorib, buning bizlik burqini to'liq chiqarib olgandan keyin, cho'ng ustamning malatan tesis qilishini bir xil solamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor deb oilada malatani sirtdagidek o'qishtamga urib tutganlar, buni bir sinab beqilma ta'minat o'zga chiqadi. Tetisqini birdan qo'rilibla ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yamiz. Suyni 5 minut atrofida qaynatamizmi urib tutganlar. Vaqt to'shgandan keyin bir qash tayyor qilib olgan sutimizni qo'yib, avval tayyor pishirgan materialni solamiz, keyindan qilib qolgan materiallarni bir-birlab selib olamiz. Aralab ko'rib misha kapslar urib tutganlar. Mo'shunchilik filmlarni ishlab huzurunlar sunish unchalar oson emas. Shunga qo'llash ustidan yurakdan birini bagash ko'rsanglar rahmat. Ondan oylik qilib olgan yog'lardan bir qo'shiq va o'zimiz eritib tayyor qilib olgan zimojonni qo'yib, oxirida men ma'nodek tayyor chapdan birini selib etib, nihoyat az miqdorda tuz selib etgandan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan yubashlarimizni selib, bir nechta aralashtiruvchilar taqsimlab iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Ondan bir gap deyishni unutib qolibdim, urfqallar. Kunlik kechda bevosita ko'rsatish qilyapman. Sizlarga lozim bo'lgan har qanday oshxona saymonlarining hammasini turijiq, bahosini nihoyat muvofiq qilib berdim. Lozim do'stlar, kechda bevosita ko'rsatish keraklar. Hatto men tamoq ichish jarayonida ishlatayotgan oshxona saymonlarining hammasi bor, urfqallar. Hammasi kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.